Rahmat aka. Ey, ishing yopma, ishing yopma. Voy, vallahi oyog'ini qaynatish kerak. Oyi, topingman, qaysi o'g'lingizman? Ya Ozodbek o'g'lim, o'zingsan-ku. Qatdan bilib qovurasiz, oyi? Ha, oyog'ingni hidi birinchi o'zingni oldin kirib kelgandan keyin bilaman-da. Fu! Bor aptekaga borib, bu narsa olib surgin oyog'ingga. Yengildi, yana sharmanda qilmagin. Hop, mana gulingizni oyi. Yo'q, aytma. Yaxshi qiz, tuzukmisiz? Sizni ham oyog'ingiz sasiydimi? Yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Kecha meni to'yim bo'ldi. Eringiz oyog'i sasirkanmi? Почему bu to'yim? Yo, nima bo'ldi? Aytib beringchi. Erim tabletka ichadigan narkoman bo'lib chiqdi, uydan qochib ketdi. Narkomanlardan qo'rqish kerak. Sen hozir mana unga kirasan, pasportim, pullarim, telefonimni olib chiqib berasan, keyin men chetga ketaman. Tushundingmi?